Ayrim kunlar borki, tarixda og'riq bilan eslanadi, ammo kelajak avlod uchun bu kuch bag'ishlaydi. 1939-yil 17-noyabr sanasi ana shunday kun edi. 1938-yil Yevropada siyosiy vaziyat beqaror edi. Germaniya rahbari Adolf Gitler Chexoslovakiyaning Sudet viloyatini o'z tarkibiga qo'shishni talab qildi. Bu yerda aholining ko'pi nemis millatiga mansubligi uning bahonasi bo'ldi. Chexoslovakiya mustaqil davlat bo'lgani bilan katta davlatlar Germaniya, Italiya, Fransiya va Britaniya uning taqdirini o'zi bilan maslahatlashmasdan hal qildi. 1938-yil sentyabrda imzolangan Myunxen kelishuviga ko'ra Sudet viloyati Germaniyaga berildi. Bu chex xalqi uchun og'ir zarba bo'ldi. Xalq o'zini xiyonatga uchraganday his qildi. Bir yil o'tmay 1939-yil bahorida Germaniya butun Chexoslovakiyani bosib oldi. Davlat mustaqilligidan ayrildi, ammo chexlar jim turmadi. Chexoslovakiya mustaqillik kuni 28-oktyabrda talabalar Praga ko'chalariga chiqib, bosqinchilarga qarshi tinch namoyish o'tkazib, erkinlik so'ramoqchi bo'lishdi. Ammo nemis politsiyasi ularga kuch ishlatdi va natijada 22 yoshli Nonvoy Vatslav Sedlachik o'sha yerda halok bo'ldi. Talabalardan Yan Opletal og'ir yaralandi va bir necha kundan so'ng vafot etdi. Uning dafn marosimi esa Pragada ommaviy chiqishga aylandi. Minglab talabalar va fuqarolar u bilan xayrlashish uchun ko'chaga chiqdi. Ular nafaqat marhumni, balki butun xalqning erkinlikka bo'lgan orzusini himoya qilmoqchi edilar. Biroq bu harakat natsistlar uchun ochiq qarshilik sifatida qabul qilindi. Ular dunyoga bir haqiqatni ko'rsatdi. Ilm bilan qurollangan yoshlar har qanday zulmni yengadi. 17-noyabr kuni Gitlerning buyrug'i bilan Chex universitetlariga bosqinchi qo'shinlar kirib bordi. Yetakchi talabalarni qamoqqa tashladi. 9 nafar talaba yetakchisi otib o'ldirildi. Yana 1200 dan ziyod talaba va professorlar konsentratsiya lageriga jo'natildi. Universitet binolari yopildi. Chexoslovakiya tarixida bu kun millatning ilmini, yoshligini, erkin fikrini qon bilan bo'g'gan siyosiy jinoyat sifatida yodda qoldi. 1941-yil London shahrida faoliyat yuritayotgan chex muhojirlari va boshqa mamlakat talabalari 17-noyabrni Xalqaro talabalar kuni deb e'lon qilishdi. Ular bu kunni nafaqat Yan Opletalni, balki dunyodagi har bir yoshning erkin fikri, bilim va tinchlik yo'lidagi jasorati ramzi sifatida belgiladilar. Shunday qilib 17-noyabr talabalarning jasorati, fikr erkinligi va millat qadri uchun qurbon bo'lganlar xotirasi uchun nishonlanadigan bo'ldi. Aziz talaba, orzularingni hech qachon kechga qoldirma, chunki aynan sen o'z biliming bilan kelajakni yozasan. Bayram muborak bo'lsin.